Azizlar, sahifamiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Biz esa dasturimizni davom ettiramiz. Bizning dasturimizda bir-biridan ajoyib mehmonlarimiz bor. Albatta. Albatta, shu o'rinda bizning dasturimizga o'qituvchi Abdurahmon va Sadoqatxon opa tashrif buyurgan va ularning bir-biridan shirin bo'lgan shogirdlari hamda respublika bo'yicha monitoring menejeri Nodirbek Jabborov. Xush kelibsiz. Xush kelibsizlar. Studiyamizda ko'rganimizdan xursandmiz. Yangi yil kirib kelayotgan yangi yil avvalambor muborak bo'lsin, yaxshi yil bo'lsin. Zafarlar tilab qolamiz va bizning yana bir jajji mehmonlarimiz Otajon va Mubinaxon bo'ladilar. Ularning ko'kslaridan medallarni ko'rib turibmiz va albatta bunga dasturimiz davomida to'xtalamiz suhbatimiz davomida. Avvalambor xush kelibsizlar yana bir bora. Baribir efirdan oldin suhbatlashib olganimizda ular bizga aytgan edilar, biz fan olimpiadasida sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritdik deb. Keling, dastlab o'qituvchidan so'rasak, fan olimpiadasi haqida qanday tanlov bo'ldi, nima fan, nimalar ishtirok etdi, kimlar ishtirok etdi, nimalar so'raldi? Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Barchangizga kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Albatta, har yili maktabimizdan yuzlab o'quvchilar xalqaro fan olimpiadalarida qatnashib yuqori natijalarga erishib keladilar. Xususan, yaqinda Malayziyaning Kuala Lumpur shahrida bo'lib o'tgan xalqaro ingliz tili insholar tanlovida ham 20 ga yaqin mamlakat ichidan O'zbekiston terma jamoasidan 60 ga yaqin o'quvchilarimiz qatnashib, faxrli o'rinlarda oldilar. Xursand bo'lgan tomonimiz shuki, shularning ichidan 2 nafari bizning Sirdaryo viloyati Guliston shahridan Mubina va Otajonlar O'zbekiston sharafini yuqoriga ko'tarib qaytib keldilar. Demak, qaysi o'rin sohibi bo'ldilar? 2 va 3 o'rin. 2 va 3 bir qarsak chalib qo'yamiz. Juda ajoyib natija. Baribir o'zi aytishadi-ku, bilagi zo'r birni yiqar, bilimi zo'r birni mingni deb. Albatta. O'zbekistonimiz uchun ham, Sirdaryo ahli uchun ham nima desam bo'ladi? Katta natija desam adashmayman. Lekin bu natijalarga erishishda albatta nafaqat o'quvchining, balki eng katta hissani o'qituvchi qo'shadi deb o'ylayman. Qiyinchiliklar qanday bo'ldi shu tayyorlashda? Harakatlar qanday uslublardan foydalanasiz? Albatta, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi, lekin bolalarimiz bosimga qaramasdan kecha-yu kunduz yaxshilab tayyorlanib, o'qib, mana shu natijalarga erishib keldilar. Bular uchun menimcha уже qiyin emas, chunki birinchi marta emas qatnashayotgani. O'zlaridan so'rasanglar, bemalol aytadilar. Keling, endi kichkintoylarimizga yuzlansak. Otajon, ingliz tilini qachondan beri o'rganasiz? Ingliz tilini 4 yoshimdan beri o'rganaman. Oho, kim boshlagan sizga ingliz tiliga, kim qiziqtirgan sizni? Eng boshida ayam boshlaganlar o'rgatishdi. Onajoningiz ingliz tilidan o'qituvchimilar yoki o'zlari qiziqadilarmi? Yo'q, o'zlari qiziqadilar. Otajon, kayfiyatlar qanday? Yaxshi. Yaxshi bo'ldimi? Ha, zo'r. Ko'rik tanlov qanday o'tdi? Zo'r bo'ldi. Axirgi 2-o'rinni oldingiz. Qo'lga kiritdingiz, to'g'rimi? Kayfiyatlar yaxshimi? Uydagilar xursand bo'lishdimi? Ha. Ingliz tilidan bo'lib o'tdi. Ha, ingliz tili. Ota-onangiz ko'rib turibdimi? Bizdan daqiqalar tomosha qilishadi. Yaxshi ko'rishingizni aytamiz bularga. Ha. Marhamat, aytamiz qani. Kimlar ismlari? Munisa. Munisa opa va Zafar. Zafar aka, Munisa opa va Zafar aka, bu salom va tabriklar, samimiy dilizqonlar aynan siz uchun. Marhamat, mana shu kameraga qarab. Ayajon, dadajon, ekanlaringni ham yaxshi ko'raman. Baxtimga sog' bo'ylar. Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Biznesmen. Biznesmen bo'lasizmi? Mana bitta qo'l tashak, yashang. 2-o'rin kelasi ko'rik tanlovlarda esa albatta 1-o'rinni kutib qolamiz, xudo xolasa. Nasib etsin 2026-yil barchamizga omad va zafarlar olib kelsin. Mubinaxon, kayfiyatlar qanday? Yaxshimi? Ko'rik tanlov qanday bo'lib o'tdi? 3-o'rinni qo'lga kiritdingiz. Kimga rahmat aytamiz buning uchun? O'qituvchimizga va ota-onamizga. Ota-onamizga. Marhamat, Ota-onangiz kameraga qarab bizni ko'rishyapti. Yaxshi ko'rishimizni aytamiz ularga. Marhamat. Onajon, dadajon, men sizlarni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'ramiz. Bayram. Bayraminglar bilan tabriklayman. Tabriklar. Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Ingliz tili o'qituvchisi. Ingliz tili o'qituvchisi. Yashang. Demak, ustozingizni orqasidan ketyapsiz. Baribir niyatlar amallarga bog'liq deyiladi-yu. Yoshlikda qilingan bilimlar, niyatlar toshga o'yilgan bitik misoli deb bejizga aytishmagan. Albatta bu yosh o'quvchilarga kelajakda bundan-da yuqori parvozlar, zafarlar tilab qolamiz. Sababi kelajak yoshlarniki deb bejizga aytishmaydi. Shunday ekan, bu yo'lda avvalo sizga
omad tilaymiz. Baribir yoshlarga, ayniqsa mana shunday jajji o'quvchilarga o'ylaymanki, ilm tanitish, ziyo ulashish oson ish emas, murakkab va mashaqqatli kasb tanlagan ekansiz. 2026-yil ham aynan sizga ham omadli va zafarli bo'lishini tilab qolamiz. Shu jumladan butun o'qituvchilar, siz u bizning o'qituvchilarimiz agar bizni ko'rib turgan bo'lsalar, ularga ham alangali salomimizni yo'llaymiz. Kirib kelayotgan 2026-yil ularga ham, qolaversa hammaga, butun yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin va yutuqlar bardavom bo'lsin. Va yana bir mehmonimiz bizda Mubinaxonga yuzlanaylik. Savolingiz bormi? Marhamat. Ha, albatta bor. Mubinaxondan ham bilmoqchiman. Necha yoshingizdan boshlagansiz ingliz tilini? 8 yoshingizdan. 8 yosh. Ey, yashang. What is your name, Mubinaxon? My name is Mubina. Yashang, salomat bo'ling. Baribir til bilgan el taniydi, el biladi deb bejizga aytishmagan va mehmonlarimiz bizning archamimizning tagida ko'rgan turgan sovg'alarga ham nazar solgan bo'lsalar kerak. Bizning teletomoshabinlarimiz ham ular bejizga emas, albatta, to'g'rimi? Hayron qolgandim o'zi bu sovg'alar kimga ekan deb efir boshlanganda bir o'ylagandim. Albatta. Nodir Shoh akamiz rahbariyat tomonidan kichkintoylar uchun ajoyib sovg'alarni olib kelgan ekan. Marhamat, tabriklaringiz va sovg'alaringizni berishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum. Barchani kirib kelayotgan yangi yil bilan barcha yurtdoshlarimizni tabriklayman. 2026-yil barcha yurtdoshlarimizga baxt, omad, zafarlar olib kelsin. Va shu bilan birgalikda rahbariyatimiz tomonidan o'quvchilarimizga esdalik sovg'alarimiz bor. Ruxsat bersalaringiz aka. Qorbobo sovg'asi, marhamat. Albatta, marhamat. Demak, kimdan boshlaymiz? Otajon. Otajon, marhamat, keling. Qarsaklar bo'lsin-da bitta endi. Ey, yashang. Albatta, sovg'aning katta kichigi bo'lmaydi. Birinchi o'rinda e'tibor va e'tirof deb bejizga aytishmagan. Marhamat, amatdagi sovg'ani o'z egalariga yetkazishimiz mumkin. Mubinaxon. Qarsaklar, davomli qarsaklar, juda ham xursand bo'ldik. Mubinaxon, otajon, kelgusida yuqoridagi fikrimizni davom ettiramiz. Bundan-da yuqori parvozlar, baland marralarni zabt etishingizni tilab qolamiz va bizning dasturimiz ham sizlarni ko'rganidan, sizning tashrifingizdan so'ng o'ylaymizki, yanada nurga to'lib ketdi. Sababi ilm nuri har bir chiroqdan, eng yuqori chiroqdan ham kuchliroq yoritadi. Baribir har bir joyni. Shunday ekan, azizlar, bizdan aslo uzoqlashmasligingizni so'rab qolamiz. Dasturimiz hali davom etadi. Oldinda sizni bir-biridan qiziqarli, rangli sahifalar, qiziqarli ma'lumotlar va go'zal taronalar, shuningdek, mana shunday kutilmagan sovg'alar va kutilmagan mehmonlar ham oldinda kutmoqda. Shunday ekan, bizda navbat bo'yicha ayni damda aynan jajji teletomoshabinlarimiz uchun tayyorlab qo'yilgan multfilmlar olami sahifasi kutib turibdi. Shunday ekan, navbatdagi multfilmlar olamini birgalikda tomosha qilamiz. So'ngra dasturimizni mana shunday kayfiyatda davom ettiramiz. Bizdan uzoqlashmang do'stlar. Navbat esa multfilmga. Marhamat.